mavzuyimiz bolalarimizni qanday gashokka deymiz, qanday gashokka o'rgatish mumkin, enuriz kasalliklari kelib chiqish sabablari, ular qanday, nasliymi ular enuriz yoki приобретенный deydi-ku, orttirilganmi, ruhiyat bilan bog'liqmi? Bu ikkinchi mavzumiz va uchinchisi bu hozir asr nimasi deydi-ku, asr kasalligi deb tan olinyapti. Bolalardagi sifrovoy autizm deydi-ku, raqamli autizm asr vabosi deb tan olingan. O'sha aynan telefon, gadjetlar, televizorlar, hozirgi berib turgan multfilmlarning bolaning psixikasiga qanday ta'siri bor, o'shalar haqida gaplashib o'tamiz. Bir nechta savollarni, aynan qanday savollarni yoritib o'tamiz degan nimalarni tashlagandim, savollarni tashlagandim. Mavzulari bilan boshlaymiz. Yana 1 minut turaylik, 15 o'tganda boshlaymiz. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozib tashlab qo'yishingiz mumkin. Poxodi deydi-ku, yo'l-yo'lakay javob berib o'tib ketaman. Demak, birinchi mavzumiz bu pampers yaxshimi yoki gashokka o'rgatgan ma'qulmi va necha yoshdan biz pampersda yechishimiz kerak, necha yoshdan gashokka o'tkazishimiz kerak, o'zi pampersning yaxshi yomon taraflari, salbiy, ijobiy deydi-ku va gashokka qanday bez travma deydi-ku, qanday jarohatlarsiz, ruhiy jarohatlarsiz zastavit qilmasdan bemalol o'tkazish, o'rgatish mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz va keyingisi enuriz haqida gaplashib o'tamiz. Объемный, chunki bu enuriz degan bu juda ham katta mavzu. Faqat bolalarda uchramaydi. Enuriz, erkaklar enurizi bor, ayollar enurizi bor. Keyin nochnoy enuriz deydi, tungi enurizlar bor. Ular qanday paydo bo'ladi? Kelib chiqish sabablari qanday? Davosi bormi enurizni? Yoki nasliy bo'ladigan bo'lsa, bu shu bilan umri o'tib ketadimi degan savollarga aynan psixonevrologimiz bilan javob berib o'tib ketamiz. Va oxirgi mavzuni bu sifrovoy autizm deydigan bo'lsak, oddiy haqiqiy autizmdan sifrovoy raqamli autizmni qanday farqi bor? Ularni kelib chiqish sabablari qanday? Ularni davosi bormi? Nimalar unga turtki bo'ladi va necha yoshdan bizlar o'sha aynan sifrovoy autizm yoki haqiqiy oddiy autizmni farqlab bilamiz? Uni diagnostikasi bormi, uni testlari bormi? Aynan shular haqida gaplashib o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, unda ketdik. Psixonevrologimiz kelsa qo'shib olamiz. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozib tashlashlaringiz mumkin. Kim mani nimalarini ko'rgan bo'lsa, istoriyalar bilan nima deydi, rilslarimni ko'rgan bo'lsa, o'sha yerda gashokka o'rgatish usullarini, mashqlarini, lifehack deydi-ku, o'sha nimalarni o'rgatib, ota-onalarga o'rgatib o'tganman va aynan o'sha rolikim salkam 400 ming prosmotr bo'lgan. 10 mingga yaqin odamlar переслать qilgan. Chunki bu juda ham nima deydi, dolzarb mavzu. Ko'pchilik hozir ota-onalar gashokdan ham pampersni ma'qul ko'radilar. Chunki pampers bu qulaylik, udobstvo deydi, udobstvo. Ammo lekin endi undan qutulishni yo'lini bilmayaptilar yoki undan chiqib ketib gashokka o'rgatish juda ham qiyin kechyapti. Va aynan o'sha pampersdan chiqib ketib gashokka qanday o'rgatish mumkinligi haqida hozir ozgina tushuncha berib o'taman. Xo'p, o'zi pampersni necha yoshgacha bolaga kiygizib, necha yoshdan undan nima desam ekan, ekologik ayirib olish mumkin degan savolga, bola pampersda 1,5 yoshigacha yurgani ma'qul. Agarda endi bu individual holat, agarda bolangiz ertaroq nima desam ekan, tili chiqadigan bo'lsa, ertaroq harakatlar qiladigan bo'lsa, ana kimnidir farzandi 8-9 oyligida уже qadam tashlab boshlaydi, erta yurib boshlaydi. Kimnidir farzandi 1 yoshida ham hali yurmaydi. O'zimni farzandlarim 9 oyni to'ldirib 10-oyda ravon yurib ketganlar.
bola qachon gashokka o'rganidan paytini biza aniq bilamiz, qachonki u o'zining xatti harakatlarini nazorat qilsa. Masalan, siz zinadan chiqishini kuzatasiz, zinadan tushishini kuzatasiz, gavdasini tutib qolishini kuzatasiz, o'tirishini kuzatasiz, stabilniy deydi-ku, to'g'ri o'tiryaptimi, to'g'ri turyaptimi, ag'anab ketmaydimi, yiqilib ketmaydimi? Chunki gashokka o'rgatish uchun u o'tirib bilishi kerak, o'zini qisman bo'lsa ham xatti harakatini tutib bilishi kerak, nazorat qilib bilishi kerak. Agarda bolangiz zinaga, baland-past joylarga, mana игровой детский площадкаlar bo'ladi-ku, o'sha игровой площадкаlarda bemalol o'sha dugalar deydi-ku, mana baland-pastlarga, zinalarga chiqib tushishni bemalol qiynalmasdan qiladigan bo'lsa, demak sizning farzandingiz o'sha gashokka o'tirg'izishga tayyor bo'ladi. Bu individual holat. Keyingisi, agarda bor shunday bolalar 2 yoshgacha ham o'tirg'izisha olmaydi, chunki u o'zining xatti harakatiga hali javob bera olmaydi. Bola 1,5-2 yoshida уже tili ozgina chiqa boshlagandan keyin sizga harakatlari bilan yoki so'zlari bilan tushuntiradi. Что men hojatimni chiqarishga nima qilyapman, hojatimni chiqargim kelyapti, turtib qo'yishim mumkin, yoki bir bola nima qiladi, ishtonchasini tutib turadi, yoki chopallaydi, yoki bitta joyda karaxt bo'lib qotib turadi, yoki tipirchilab boshlaydi. Что men hozir nima qilib qo'l qilib qo'yaman, davay menga yordam berib yubor degan. Aynan o'sha paytda siz o'rgatsangiz bo'ladi. Qanday o'rgatamiz degan savolga, siz eng avvalo o'sha gashokni u ko'radigan joyda qo'yishingiz kerak. U har kun bir nechta marta o'sha gashokni ko'rishi kerak. Yangi gashok olganingizdan keyin siz uni izuchat qilib o'rganib chiqishingiz kerak. O'yinchog'i bo'ladigan bo'lsa, o'yinchog'i bilan ko'rsatib, qopqoqlarini, qo'rchog'ini o'tirg'izib qo'yib, ko'rsatishingiz kerak. Qanday o'zi buning funksiyasi, nimalardan iborat buning funksiyasi. Ikkinchi qadamingiz, uyda pampersdan chiqarib olishingiz uchun umuman pampersni qo'llamaysiz. Hojatga chiqqisi kelsa, yoki qo'lingizda to'sishni o'rgatasiz, yoki gashokka o'tirg'izaverasiz. Bola 1-2 marta to'g'ri narushение qilib qo'yishi mumkin. Ammo lekin agarda siz sabrli bo'ladigan bo'lsangiz, qunt bilan o'rgatadigan bo'lsangiz, demak bolangiz tezda o'sha gashokka o'rganib oladi. Pampersdan chiqishi osonroq bo'ladi. Keyingi 3-qadamimiz, kechasi uxlaganda iloji boricha uxlamasdan oldin bolangizni to'sib yoting, yoki siydirib yoting, yoki gashokka o'tirg'izib, keyin uxlashga yotqizing. Pampers kiygizmaysiz. Bola u his qilishi kerak, qachon uni nima desam ekan, hojatga chiqqisi kelyapti, qachon u onasiga aytishi mumkinligini bola bilishi kerak, his qilishi kerak. Agarda uni постоянно pampersda qo'yadigan bo'lsangiz, aynan o'sha ощущение deydi-ku, o'sha hojatga chiqadigan hissi yo'qoladi unda. Nima desam, o'tmas bo'lib qoladi. Bola his qilishi kerak. Bola o'sha ishtonni ho'l qilib qo'yganda nima desam ekan, nekomfortno deydi-ku, qulay emas, o'zini noqulay sezishi kerak. Uning uchun siz bolaga chistota deydi-ku, опрятность deydi, tozalikni, nima desam ekan, pokizalikni o'rgatishingiz kerak. O'shanda bola ishtonini ho'l qilib qo'yganini biladigan bo'ladi. Ha, bu ozgina bu yerda narushение ketdi. Qayerdadir men nimadir qilishim kerak ediki, ishtonim ho'l bo'lib qolmasligi uchun degan nimani berasiz unga, mas'uliyatni berib boshlaysiz. Keyingisi 4-qadamimiz, sayrga chiqqanda ham siz iloji boricha pampersni kiygizmang. Bola o'sha mana hozir qish paytlarida sovuqni sezganda tashqariga chiqqisi keladi va sizga aytadi, что men tashqariga chiqqim bor deb so'zi bilan yoki o'sha ishtonchasini tutib ko'rsatadi. O'sha vaqtda siz o'rgatishingiz kerak. O'sha vaqtda u o'rganib olishi kerak. Aha, demak men dabdurustdan hozir qo'yib yubora olmayman. Avval pampersda edim, hozir endi ishtoncham ho'l bo'ladi. Ishtoncham ho'l bo'lsa, demak menda noqulaylik tug'diradi.
aytishim kerakman, man o'zim mustaqil bajarishim kerak degan fikrni berasiz bolangizga. Va odatda xo'p, man garshokka o'tkazdim, lekin u o'sha garshokka chiqmayapti, unda men nima qilaman, qanday men o'shani chaqirsam bo'ladi, o'sha protsessni deydigan bo'lsangiz, ota-onalarimiz bizlar nima qilardi? Kranni suvini ochib qo'yardi, to'g'rimi? Suvni ochib shitirlatib qo'yardi. Aynan o'shani eshitgan bola avtomatik tarzda o'rganadi. Qachonki u o'shani o'rgangandan keyin sizdan talab qilib boshlaydi. Что garshogimni berman, chiqim kelyapti deb. Va albatta siz o'sha garshogga o'rgatish jarayonida bolani yonidan ketmay turishingiz kerak. Chunki u o'tirib garshogga turishni o'rganishi kerak. Ag'anab ketmasligi kerak, yiqilib tushmasligi kerak, turaman deb tendirab oldinga yiqilmasligi kerak. Agarda 1-2 yiqilsa, u qo'rqib qoladi. Unda tajriba paydo bo'ladi. Ha, men garshogga o'tirganimda yiqilgandim. Demak, bu men uchun xavfli. Endi o'tirmasligim kerak degan, mana bu yerda g'ulg'ula deydi-ku, xavfni, xavotirni solib qo'yasiz o'zingiz bilmagan holda. To o'zini qaddini ko'tarib, o'tirib turmaguncha siz yonida unga hamroh bo'lib turasiz. Qo'lidan tutib turg'izishingiz mumkin yoki o'tirg'izishingiz mumkin. Bola tayyor bo'lganda u 2 yoshdan keyin u tayyor bo'ladi. 2 yoshdan keyin tayyor bo'lganda u darrov o'sha garshokka qarab chapalab boradi. U ishtonchasini o'zi yechadi, o'tiradi, o'zi turadida kiyishni ham biladi. Ana o'sha vaqtda siz mustaqil o'zini qo'yib yuborsangiz bo'ladi. O'shangacha albatta ota-ona erinmasdan o'sha nimani o'tirg'izishni o'rgatish kerak. Siz o'rgatsangiz keyin qo'lingiz ochiladi. Ba'zi bir onajonlarimiz nima qiladi? 5 yoshiga ham, 6 yoshiga ham boshindaylar, 6 yosh bog'chaga boradi, 5-6 yoshda ham pampers kiygizib yotqizadi. Bu juda ham noto'g'ri, chunki uni foydasidan zarari ko'p. Bolani chaqaloqni deymiz, nimasi ko'rasi, terisi shunchalik ham nozik bo'ladiki, u har qanday tashqi nimaga sразу reagirovать qiladi, reaksiya bildiradida, qanday toshmalar chiqishi mumkin yoki mana nimamizda bizning tilda aytadigan bo'lsak, issiqliklar chiqishi mumkin, toshmalar toshib ketishi mumkin. Bu o'sha reaksiyasi pampersga bo'lgan yoki o'sha havo o'tmaydigan nimalarga bo'lgan ko'janing, nimaning, terining reaksiyasi bo'ladi. Demak, pampersni qaysidir davrgachali, yosh davrgacha mumkin. Undan keyin обязательно siz garshokka o'rgatishingiz kerak. Bu ota-onalik bizning bolaga qiladigan eng birinchi nimamiz, yordamimiz bo'ladi. Xo'p. Bolani deydi, men 4-5 oylikdan garshokka o'tirg'izsam bo'ladimi degan savolga javobim yo'q, o'tirg'izib bilmaysiz. O'tirg'izish mumkin emas, chunki bola hali uning miyasi o'sha tashqariga chiqish kerak, siyish kerak yoki hojat chiqarish kerak degan funksiyani hali tushunib yetmaydi. Hali tayyor emas, psixika tayyor emas. Bu birinchidan. Fiziologika hali bola tayyor emas. U qaddini ko'tarib o'tira olmaydi-ku. O'tira olmagandan keyin u qanday garshokka siz 4-5 oylik bolani to'sishingiz mumkin? Bu noto'g'ri. Bolani suyagan qotishi kerak va mana bu yerda funksiya, unga prikaz deymizku, funksiyasi bu yerda shakllanishi kerak. Что men hozir hojatimni chiqarmoqchiman. O'sha uchun menga garshok kerak yoki o'sha uchun men nima qilishim kerak? Onamga aytishim kerak yoki kimgadir kattalarga aytishim kerak degan mana bu yerda ongli ravishda bo'lishi kerak shu narsa. 5-6 oylikda hali unda unday потребностьga ehtiyoj bo'lmaydi. U oylikda u qornini to'yg'izish, uxlash va kasal bo'lmaslik eng birlamchi ehtiyojlari.